Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan ProTeach kanali. Bugungi videomizning mavzusi IP adreslar yoki manzillar haqida. Tasavvur qiling, siz biror do'stingizga xat yubormoqchisiz. Aytaylik, xat ham tayyor, endi uni qayerga jo'natish haqida o'ylashingiz kerak. Qabul qiluvchining manzilisiz siz xatni yubora olmaysiz. Yoki biror odamdan savol so'ramoqchisiz yoki murojaat qilmoqchisiz. Odatda uning ismini aytib murojaat qilasiz yoki gap boshlaysiz. Internetda ham shunaqa, u yerda faqat ismlar yoki uy manzillari emas, IP adreslar manzillardan foydalaniladi. Siz internetga ulanishingiz bilanoq internetning "Sen kimsan?" degan savoliga o'z javobingizni berishingiz kerak va siz javob o'rnida o'z IP manzilingizni "Men shu IP adresdan foydalanyapman, ya'ni shu manzilda yashayman" degan ma'noda taqdim qilasiz. IP adressiz esa siz internetdan foydalana olmaysiz. O'zi IP adreslar qanday ko'rinishda bo'ladi? 4 ta son va o'rtasida nuqta bilan ajratilgan holatda. Va har bir son 0 dan 255 gacha bo'lgan oraliqda siz hech qachon 1400 yoki 256 shaklidagi IP manzilni ko'rmaysiz. Dunyoda esa bor yo'g'i 4,264,967,296 dona IP versiya 4 mavjud. Nega atigi deyapman? Chunki 1970-yilda IP versiya 4 yaratilgan bo'lsa, o'sha davrda bor yo'g'i bir nechtagina universitetlarda internet mavjud bo'lgan va ular buni yetarli deb hisoblashgan va ular xato o'ylashdi. Oradan yillar o'tib internetga bo'lgan ehtiyoj oshib bordi. Shu jumladan IP adreslarga bo'lgan talab ham kengaydi sezilarli darajada. Bu IP versiya 4 adreslarning tugashiga olib keldi. Muammoni hal qilish uchun esa bizda muhandislarimiz IP versiya 6 ni ixtiro qilishdi. IP versiya 6 da jami 2 darajasida 128 dona manzillar mavjud bo'lib, bu ham 340 andesilgan yoki 34 va undan keyin 37 ta 0 degani. Qiziq ma'lumot, IP versiya 6 adreslari soni dunyodagi qum zarrachalar sonidan ham ko'proq, ya'ni har bir qum zarrachasiga bir donadan IP versiya 6 adresini bersangiz ham bizda hech qachon IP versiya 6 larimiz tugab qolmaydi. Xo'p, IP versiya 6 o'zi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Quyida ko'rsatib o'tganidek 2001, DB8, 3F, 2E va hokazo shaklida davom ettirishingiz mumkin. Ushbu men ko'rsatgan IP adres, ya'ni IP versiya 6 adresimiz faqatgina o'rganish uchun keltiriladi. Hech qachon real tarmoqda buni yoki internetda ko'rmaysiz. Xo'p, sizda demak jo'natuvchining IP manzili mavjud, qabul qiluvchining IP manzili mavjud, ya'ni jo'natuvchi bu siz. Xo'p, IP manzillar mavjud. Endi aloqa qilsa yoki biror savolingizga yoki so'rovingizga javob olsangiz bo'ladi. Demak, videomiz shu yerda tugadi. Savol yoki takliflaringiz bo'lsa kommentariyada yozib o'ting. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda tarmoq va internet mavzularini sodda va aniq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' va salomat bo'ling.